bo'lib Allohga tavba qilinglar. Ana o'sha tavbalaringiz tufayli shoyatki najot topsalaringiz. Boshqa bir oyatda ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha. Bunda ham amr, tavba qilinglar, tavba qilinglar, tavba qilinglar. Ana Rasul akram alayhisolatu vassalomning hadislarini aytdik. Inni atubu ila ya ayyuhan nasu tubu ilallohi inni atubu lahu 100 marra kulli yawm. Boshqa bir hadisda 70 marta deganlar. Vallohi inni astaghfirulloh va atubu ilayhi 70 marra fi kulli yawm deganlar. Har kuni men 70 marta istig'for aytaman va 70 marta Alloh taologa tavba qilaman. Gunohsiz zot. Gunoh qilishlari mumkin bo'lmagan zot 70 marta, 100 marta tavba qilsa, biz endi gunohkor bandalar o'zimizni o'zimiz